Mani fikrim bo'yicha bu mashinaning rulida emas, balki orqasida maza qilib ketish kerak ekanda. Yaratilib qo'ygan komfortni qarang. Mana bunday bossangiz, takoy planshetni bunday chiqib beradi-da. Bunday bosib, hoppa, podsvetkasini o'zgartirib qo'ysangiz bo'ladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Komfortni qarang, qilib qo'yilganini, ikkitali monitor, planshet, mana yonib berishini aytmaysizmi? Elektriskiy shtorkalargacha bordi. M paket, gap yo'q. Sezganinglardek, bugungi sotuvimizga avtomobilimizni BMW 730i eng full obzori ko'ramiz. Aytib o'tganimizdek, sotuvga BMW ni 730i eng full olib kelib qo'yganmiz. Bilasizlar, 7-seriya juda ham solidni chiqqani bo'ladi. Gap yo'q, ham lazerli optika farlariga ahamiyat qo'yasizlar. Avtomobilimiz 2021-yil ishlab chiqilgan va shu kungacha 81 000 km masofa bosib o'tgan. 2 litr twin turbo 249 ta ot kuchi bilan jihozlangan. Aziz do'stlar, Michelin Balmada M paket, gap yo'q. Tak, dachit bozon beshjoy dostуп davochlargacha mavjud. Eshikni ochganingizda karbon kor yozig'iga ko'zingiz tushishi mumkin. Bu kuzovimiz полностью karbonliligini anglatadi. Tak, ichki salonni qaranglar. Gap yo'q, lekin двухцветный, haqiqatan ko'zga yoqadigan qilib ishlab qo'yishgan. Harman kardon akustika, pamять сиденья. Mama, atamankalarni qarang, chiqib berishini, gap yo'q. Multimedial rol, head-up display, 360 gradus kamera, besprovодная zaryadka va eng asosiy navorlardan biri pnevmopodveska va hattoki mana ko'rsating. Yuklarda o'zina Sky Lounge'larigacha bor. Olasiz, mazza qilingiz. Bizning Telegram sahifamiz ham bor. Srochno o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, birinchilardan bo'lib shunaqa zo'r premium klassigina markalarni ko'rib xarid qilsangiz bo'ladi. Tak, eng qiziq joyi, avtomobilimizning narxiga keladigan bo'lsak, 70 000 dollar davomimiz. Aziz do'stlar, o'tib beradigan joy bor, lekin meni fikrim bo'yicha qayoqdagi 100 000 dollarlik Xitoy markani olgandan ko'ra, mana shuni 70 000 ga olsangiz, undan zo'r aura beradi. 70 000 ga bosib olsangiz bo'ladi.